Alloh barakasini bersin mana Doston aka. Arilarni ham lekin eng tog'larni cho'qqisiga olib chiqib qo'yibsiz lekin Yaxshi, hoji onalarim mana shunaqa asallardan yeyishadi. Ertalab soat 10 da chiqqan bo'lsa, yo'lga mana hozir soat 5:30 bo'ldi. 5:30 bo'ldi. 5:30 da yetib keldik, xudo xolisa. Mana voy. Mana arini qarang, mana olib bering. Mana shu hoji onam ko'rsinlar. Asal arilarimiz qalay. Asalchi biratda asallari mana shunaqa tog'lardan asallarini yig'ib tushadilar, xudo xolisa. Doston aka ham asal archilar. Xabaringlar bor, xabaringlar ustozim bo'lalar. Biz ari boqish boshlaganimizda ko'p maslahatlarni olganmiz bu akamdan. 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. Arimiz mana. Chaqmaydi, tiymasa chaqmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana endi rivojlanyapti. Bu qo'yib qo'yganmiz. Mana tabiatdan уже asal kelyapti. Mana уже asallari уже sekin yig'ishni boshlabdi. Bu yoqda gulos bog'li endi gullabdi, chunki bu yerda ancha salqin ekan, havosi o'zi sovuq ham, arilar ham o'zi ana g'azabda inini ochganimizga. Shuning uchun ham shapkalarni kiyib oldik. Bu yerda chiya bo'rilar biz tashagan bir ikkita yashillar nariyoqda. Ha, bu yerga ayular ham tushadi, ayular ham kelsa kerak. Bu yerga уже chunki bu yerda hamma yoq tog'. Ulardan qolgani ham xudo xolisa sotishga yetadi. Ha, xudo xolisa. Jonivorlardan qolgani ham sotishga yetar, xudo xolisa. Hoji onalarim uchun mehnatdamiz.